G'ofilligingga necha yil bo'ldi, endi bir marta gapirib tavba qildim deganman qutulib qolasanmi? Urinma. Shahvating shuncha berilgansan, endi qayoqqa borasan? Bunga ko'nikib qolding, hech qo'lingdan kelmaydi buni tashlash degan ig'voni qilyapti. Banda nima qiladi? Ana, gap shu yerda. Shu yerda ulamolarimiz aytadilarki, qaysi bir odam shahvatidan qutulishini mumkin emas deb o'ylasa, g'aflatidan ajrashishini qiyin narsa deb o'ylasa, Allohning qodirlik sifatiga kufr keltirgan bo'ladi deydi. Chunki Alloh qodir. Alloh qodir, har bir narsaga qodir degan oyatni o'qisin, shunga iymon keltirsin. Butun dunyoni yaratishga qodir bo'lgan Alloh o'zini yaratgan narsalardan arzimagan bir zarra bo'lgan odamni shahvatini yo'q qila olmasmidi? Yo'q qiladi. Faqat inson o'zi qalbidan chiqarib shuni Allohdan so'rashi kerak. Alloh uchun bu hech narsa emas. Lekin shayton bo'rtib ko'rsatadi. Sen o'rganib qolding, berilib qolding, bundan qutula olmaysan, qo'yaver endi, urinib avora bo'lma, falonchi ham bo'lib, mana yana aynib ketdi deb xohlagan ig'vosini qiladi.